Mis tayyorlash jarayoni judayam qiziqarli. Bu jarayon dastlab yerni buzishdan boshlanadi. Portlashdan keyin metall parchalari o'rtacha hajmgacha kamayadi. Bu bosqichda ular keyingi jarayon uchun transportlarda tashiladi. Metallar zavodga kiritiladi. Metallni qirqish jarayonidan keyin ular keyingi bosqichga jo'natiladi. Bu jarayon flotatsiya deb ataladi. Flotatsiyadan keyin bunga kimyoviy moddalar qo'shiladi. Kimyoviy moddalar mis kupyuralarini ajratib olishga yordam beradi. Endi biz uni keyingi bosqichga o'tkazamiz. Bu filtrlash jarayoni. Shunday qilib, eritish zavodida bizga kerak bo'ladigan misni olish uchun yuqori harorat bilan ishlov beriladi. Keyin eksport qilinadi yoki sotiladi.